Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay gazetining xabarida bildirilishicha, atalmış Uyğur Avtonom rayonluq partiya komiteti Nazariya Ögünüş Mərkəzi qrupsi Sharq Turkistonda islom dinini xitaylashtirish siyosatida chang turadiganligini yana ta'kidlagan bo'lib, 29 may tushdan burun atalmış Avtonom rayonluq partiya komiteti Nazariya Ögünüş Mərkəzi qrupsi kollektiv ögüniş yig'ini ichib, Shavkat Emin, Nurlan Abilmajin qatorliqlar qatnashgan. Yig'inda Sharq Turkistonda islom dinini xitaylashtirish yo'nalishida chang turadiganligini yana bir qatam eskartgan. Yig'inda so'z qilgan atalmış Uyghur Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Chin Chuangu qat'iy tavranmay mengini qorallandirib, Xinjiangda islom dinini xitoychalashtirish yo'nalishida chang turish, xizmat iqtidorini o'stirish, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirishga texmi kuchash, vatanparvar diniy zotlar qo'shini qurilishi va tarbiyalashni kuchaytirish, diniy zotlarni tarbiyalashni kuchaytirish kerakligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi 2017 yil dekabr oyida islom diniga munosabatlik yangi bir qonunni tuzib chiqqan bo'lib, mazkur qonunning tuzitilgan nusxasi Xitoy o'lkalaridagi islom jamiyatlariga tarqatib berilgan. Mazkur qonunda 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida islom dinini xitoychalashtirishning qonunlashtirilganligi oshkorlangan. Xitoy mazkur planga asosan Sharq Turkistonda islom diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilishga boshlagan bo'lib, Sharq Turkistonda hozir qadar necha 10 mingga yaqin masjid yiqib etilgan yoki buzib etilgan. Saqlagan bir qism masjidlar boshqa faoliyat so'rovlariga o'zgartirilgan. Buningdan boshqa islom diniga aloqador barliq shirkatlar butunlay cheklangan bo'lib, xalq islom dinidan voz kechishga majburlangan. Atalmış Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq hökumət 3 iyun Beijingda 10-cı qatimliq axbarat yig'ini o'tkazib, Uyghur majburiy emgakining mavjudligini davomli inkor qilgan. Xitoy Kompartiyasining aytishicha, atalmış Xinjiangda az sonli millatlarning majburiy emgak silinganligi butunlay tuhmat ekan. 2 soat davomlashgan yig'inga Xitoy hukumat amaldorlarini va atalmış sanoat sohasining vakillarini o'z ichiga olgan 10 kishi qatnashgan. Janubiy Xitoy etganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, yig'inda hujum nishoni Amerika qartilgan bo'lib, atalmış Uyghur Avtonom rayonluq hukumatining bayonotchisi Shui Guishang majburiy emgak G'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar o'ynayotgan ko'zir degan. Xabarda aytilishicha, yig'inda Xitoy doiralari muxbirlarga Aqsudagi Huafo to'qimchilik zavodining ishchisi Akbar Turahxon o'z ichiga olgan 6 nafar Uyg'ur ishchining videosini qo'yib bergan bo'lib, ular o'zlarining majburiy ishlayotganligini rad qilgan. Huafo to'qimchilik shirkati Uyg'urlarni majburiy ishlatganlik sababli Amerikaning jazolashiga uchragan edi. Shu Guishang Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlarining Sharq Turkistonni ziyorat qilib, haqiqiy ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rishini qarshi oladiganligini bildirgan bo'lsa-mu, mavjud bo'lmagan irqiy qirg'inchilik yoki majburiy emgakni tekshirishning hech qanday asosi yo'q degan. Xitoy hukumatı Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda cheklimisiz tekshirish berishini rad qilib, uningga izchil oldingi shart qo'yib keldi. O'tgan qitim Yevropa diplomatlarining Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Ilhom To'xti bilan ko'rish talabini rad qilgan. Yaqinda Al Jazeera to'rining xabar qilishicha, Prezident Joe Bidenning muavin davlat bexatarlik maslahatchisi, Davlatlik iqtisod komitetining muavin mudiri Talib Singh iyun oyida Angliyada o'tkazilgan iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatlar yig'inida Amerikaning 7 davlat ittifoqini Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasida Xitoyga texnik kuchlik besim, konkret tadbir qo'llanishga chaqirdiganligini e'lon qilib, o'zlarining demokratik davlatlardan bo'lish sifati bilan o'rtaq qimmat qarashini yuksak o'ringa qo'yish kerakligini, bu qimmat qarashlarni Sharq Turkiston vaziyati uchun ishlatishga mos keladiganligini bildirgan. Vengriya hukumatining Xitoy bilan hamkorlashib, poytaxt Budapeshtda Shanxay Fudan universitetining tarmoqini echish planiga qarshi sadolar kunsir kuchaymoqda. Budapesht shaharlik hukumat bu qarorga norozilik bildirgandan keyin 5-iyun necha minglagan kishi ko'chalarga chiqib namoyish qilib, bosh minister Viktor Orban hukumatining bu shaharda Fudan universitetining sho'ba maktabini qurish planiga norozilik bildirgan. Yerlik taraflarning xabar qilganda Xitoyga qarshi namoyishdan keyin Vengriya hukumati maktab qurish planini kechiktirishni qaror qilgan va 2023-yili referendum orqali qaror chiqarishni planlagan ekan. Yegilishicha, Vengriya hukumati bilan Shanxay Fudan universiteti bu yil aprel oyining oxirida internet orqali strategik hamkorlik kelishimi imzolab, 2024-yili poytaxt Budapeshtda tarmoq maktab ochilganligini, Vengriya, Xitoy va boshqa davlatlardan bo'lib 6000 dan ortiq o'quvchi qabul qilishni mo'ljallanganligini bildirgan. Namoyishga Budapesht shahrining boshlig'i Karakson qatnashgan bo'lib, u parlament maydoni oldida to'plangan namoyishchilarga so'z qilib, hukumatning xalqdan olgan bojga Xitoydagi bir universitetning sho'basini etishiga qarshi ekanligini bildirgan. Budapesht shaharlik 9-rayon hukumati 2-iyun kuni Fudan universitetining sho'basi ochilishi planlangan joydagi ko'chalarning nomini Uyg'ur shahidlar yo'li, Dalay Lama yo'li, Erkin Hong Kong yo'li deb atashga o'zgartganligini e'lon qilgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı her yili 420 ming kishining yemaklik bulg'anishidan o'ladiganligini bayon qilib, yemaklik bexatarligiga kafolatlik qilish uchun o'rtaq harakat qo'llanishga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemaklik ve Dehqonchilik Teşkilatı Dünya Açlık Bexatarlik kuni arifasida Dünya Açlık Bexatarlik doklati e'lon qilib, 2019-yili yangi Xitoy virus yuqumining yuz berishidan ilgari dunyo miqyosida 690 millionga yaqin kishining osti xarakterlik ocharchilikda qolganligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy virus yuqumining yer shari yemaklik bexatarligiga ko'rsatadigan ta'siri aniq bo'lmasa-mu, ammo doklatda mo'ljallanishcha 2020-yili 132 million odam ochlikka erishamagan ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemaklik ve Dehqonchilik Teşkilatı'nın Cenve İşxanasının müdiri Dominik Borgon, yemaklik bexatarligi bo'lsa ochlik bexatarligining ochquchi ekanligini, har yili 600 million odam kasal bo'ladiganligini, buning ichida taxminan 420 ming odamning bakteriya, virus, parazit qurt yoki ximiyalik moddalar bilan bulg'angan yemakliklarni yeyish sababidan o'lib ketadiganligini, ammo bu faqat oz bir qismi ekanligini. Chunki hamroylarning yemaklikdan kelib chiqqan kasalliklarni atrofliq, to'g'ri kuzatish sonliq ma'lumotlarning yo'qligini, bexatar bo'lmagan yemakliklar o'rta va tuvan kirimlik davlatlarda g'oyat zo'r iqtisodiy besim paydo qilib, natijada yillik ishlab chiqarish ziyni taxminan 90 milliard dollarga yetganligini bildirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemaklik ve Dehqonchilik Teşkilatı yemaklik bexatarligining insoniyatning o'rtaq mas'uliyati ekanligini, hamma odam yemaklik bexatarligi va kishilarning salomatligiga kafolatlik qilishda rol o'ynaydiganligini, odamlar, hayvonlar, o'simlik va muhitning sog'lomligiga chetiladigan bir butun umumiy jarayon ekanligini, yemaklik zanjirining har qaysi taraflarining bexatarligini tushunish va kafolatlantirishning sog'lom turmush va yer sharining sog'lomligiga to'hfa qo'shadiganligini ta'kidlagan. Yaşanıp qolgandan keyin nurg'un kishilarda so'ngak moddasining ojizlashi tezlashidi. Hatto so'ngak moddasi shalanglashi kasal paydo bo'ladi. Bu vaqtda doktorlar doim oson so'miriladigan kalsiy tabletkasini berib, so'ngak moddasining eqib ketishini kechiktiradi. Kalsiy tabletkasi yeganda tövandagi 2 nuqtaga diqqat qilish kerak. Bo'lmasa unumi tövallab ketadi. Birinchi nuqta kechki tomoqdan keyin yeyish. Chunki kunduzi yemaklik orqali kalsiyni qabul qila olamiz. Kechada qondagi kalsiyning miqdori nihoyat tuvan bo'ladi. Agar bu vaqtda kalsiy to'liqlamasak, kalsiyni zapas saqlash omborimizdagi, ya'ni so'ngakdagi kalsiy to'liqlanmaydi. Shuning bilan kalsiy asta-asta yo'qolib ketadi. Ikkinchi nuqta kalsiy tabletkasini yegandan keyin cho'qim aktiv harakat qilish kerak. Kalsiy tabletkasini yegandan keyin harakat qilganda andin badanimizdagi kalsiy omborining ishga yopiladi. Kalsiy eqib ketishining oldini olib bo'ladi. Faqat aktiv harakat qilganda andin so'ngakda texmi ko'p kalsiy saqlag'il bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.